Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar, yo'ldoshlar, xudo xohlasangiz Xiva tumanimizdan mahallamizda yana bir yangilik, ya'ni bugun Mudarrahman akamiz o'zlarini shu sexlarni qolaversa, shu sexlarning ichida dars jarayonlarini o'tishar, dars mashg'ulotlarini o'tishar, shu asos solib, shuning bir o'zlarini ko'chirib xonalarini ochyaptilar. Bugun dizayn jamoasi, Nurjon Azodov jamoasi bilan birgalikda xizmatdamiz. Mana shuni chiroyli hamyonini qilib qo'yganmiz. Qolaversa, mana shu ochilish marosimi chiroyli o'tishda o'zlarimizni yordamini ko'rsatamiz. Xudo xohlasa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bugungi ochilish marosimi to'liq videosini albatta joylaymiz. Nechta o'tganini sizlarga yoqib boramiz. Qolaversa, Mudarrahman akamizning ishlaridan muvaffaqiyat tilaymiz. Bu jamoamiz nomidan taraf qilamiz. Bundan shu shogirdlarni istiqbolga chiqarib, elimizdan xizmat ko'rsatib kelyapsizlar. Barchangizga tashakkur. Videoni oxiridan ko'rish chiqmasa. Hammaga nasib qilsin, mana shunday joylarni ochib, shogirdlarni o'zlarining ilmlarini o'rgatish, qolaversa, ilmga xizmat qilish nasib qilaversin. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar. Balısı yakışı. Yakışı mı? Etlerini göstermiyor. Şimdi versiyonu kaldı. Dasturxon atrofida bir chiroyli bir ayyomlarda bir yaxshi niyatlar bilan birgalikda kelyapmiz. Barchalaringizni qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin deymiz. Mana Mudarrahman akamiz o'zlarini shaxsiy ish faoliyatlarini rasman bugun boshlab olish uchun mana shunday bir joylarni ochib, ko'chirib maskanlarni ochib, yo'ldoshlarimizga xizmat ko'rsatish uchun mana shunday elimizni chiroyli bir dasturxon qilib, ehsonlar qilmoqdalar, ochilish marosimlari qilmoqdalar. Avvalambor xayrli bo'lsin, tabriklaymiz. Shu bilan birgalikda biz yana bir insonlarni tabriklab qolardikki, mana shunday farzandlarni voyaga yetkazgan, elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan bir insonlarni voyaga yetkazib, mana shunday bir darajaga yetkazgan, qolaversa, mana shunday dargohlarni ochilish darajasigacha olib kelishda o'zlarini ham ma'naviy ham moddiy yordamlarini ko'rsatib tarbiyalar bergan ota-onalarga, yaqinlarga avvalo minnatdorchiliklarimizni bildiramiz, tashakkurlarimizni bildiramiz. Mana onajonlari, qolaversa yaqinlari, ota-onalar barcha yaqinlarni duolari ijobat bo'lib, bugun mana shunday chiroyli davrada mana barchamiz bir-birimiz bilan chiroyli suhbatlar qilyapmiz. Albatta mana shunday ishlarni boshlanishini suhbatlari bo'lmoqda. Avvalo tabriklaymiz, xayrli bo'lsin. Onajonlaringiz umrlari ziyoda bo'lsin. Xudo baxtingizni, kamollaringizni ko'rsalar. Gavharjon onamiz mana qo'llari duoda. Go'zal duolari ijobat bo'lmoqda. Barchamizga nasib qilsin. Mana shunday farzandlarning baxtini, kamolini, rivojini ko'rish nasib qilsin. Yaqin insonlar, doylar, sizlarni ham tabriklaymiz, tabriklaylarimiz. Ilohim mana shunday har bir inson farzandini baxtini, kamolini ko'rsin deymiz. Endi azizlar keling, mana shunday bir chiroyli davrada onajonimizni, Gavharjon onajonimizni avvalo bir chiroyli niyatlarini, yaxshi niyatlarini eshitib olsak, va undan keyin yana chiroyli davramizni davom ettirib ushbu ochilish marosimimizga rasman navbatni taqdim etamiz. Onajon keling. Salomat bo'ling. Otangiz ota keling. Otangiz ota keling opamizga. Keling. Shu kelinimizning ishi kelishaversin, baxtlari yetmasin, umrlari uzoq bo'lsin. Shu ota-onasini baxtini bizlarning baxtimiz bo'lsa, sog' salomat ishlab yursin. Shu sadaqalarim sizga qabul bo'lsin. Yaxshi kunlarda yuraveraylik.
İşi gelişemezsin. Selamet olun. Rahmat, salomat bo'ling. Endi Odilbek to'ylari. Keling. Odilbek to'ylaridan chiroyli niyatlarni eshitamiz. Albatta jiyanlarni mana shunday yutuqlar bilan avvalo mana shunday yangi boshlanajak ishlar bilan bir chiroyli niyatlar bilan muborakbod etib qo'yasiz. Marhamat. Rahmat, salomat bo'linglar, rahmat. Endi onajonlarimizni bir chiroyli niyatlarni qabul qilishdan oldin azizlar, barchamiz bilamiz, endi Dildoraxon akamiz bugundan bir rasman bir ochilishlarni tashkillashtirgan bo'lsalarda, endi shu aholining o'zlarining kasbi, hunari bilan elimizga allaqachon xizmat ko'rsatib ulgurganlar. Shu bilan birgalikda bir necha shogirdlarni ham ustozi sanaladilar. Bugun mana shu yangi ishlarni bir rasman ochilish marosimi munosabati bilan, rasman boshlanish munosabati bilan Dildoraxon akamizni shogirdlari bir chiroyli sovg'alarni tashkillashtirganlar. Keling, bitta chiroyli sovg'alarni ham qabul qilib olsalar, ana undan keyin onajonlarimizni go'zal duolarni, chiroyli niyatlarni qabul qilib kechamizni davom ettiramiz. Marhabo shirinliklari tomonidan shirin suhbatlar. Keling davramizni. Keling davramizga birgalikda tashrif buyursak. Assalomu alaykum, shogirdlaringizning nomidan tabriklab keldik. Ilohim boshlagan ishingiz hamisha shunday bardavom bo'lsin. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Hamisha shogirdlaringizni ardog'ida bo'lib yurasiz. Shakillaringizdan vaqtini hamisha sog'-salomat bo'lib yurasiz. Har kuningiz shunday kutilmagan surprizlar, xursandchiliklari boykin bo'lib o'tsin. Marhaba shirinliklari nomidan ham tabriklaymiz. Tanib bo'larmidi dunyoni usiz, har qancha tursak ham xizmatida biz ustoz. İşleriniz hayırlı olsun, omadli olsun, ilimize, yurtumuza xizmat qilish davomiylik bilan nasib qilsin. Avval mana shu kasbingizdan, koringizdan daromadlari erishib, elimizni, yurtimizni hurmatga, obro' e'tiborga erishib, shu shogirdlar elimiz, yurtimiz ardog'ida yurish nasib qilsin deymiz. Endi hammangizni mana shu lentamizni bu tomoniga taklif qilamiz. Birgalikda chiroyli qilib lentamizni chiroyli qilib kesib, rasman ushbu dargohni ochib deya e'lon qilamiz. Kelinglar barchamiz. Chiroyli musiqalarni iltimos qilamiz. Avrodbek, mana bir bora. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz, har qancha tursak xizmatida biz ustoz yaxshidir. Muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin, bardavom bo'lsin, elimizga, yurtimizga manfaatli bo'lsin deb qolamiz. Tabriklaymiz yana bir bor. Davomiy olqishlar bilan Xizmatida biz ustoz yaxshidir, ustoz yaxshidir. birlikda mana onajonlarimiz chiroyli tasvirlarni kesib olmoqdalar. Ilohim mana shu tasvirlarni kesish orqali ushbu ish faoliyatlarini rasman boshlar ekanlar. Mana shu ish faoliyatlari mobaynida minglab, yuz minglab mijozlarga xizmat ko'rsatish, ushbu dargohlarda elimizni yaxshi yo'ldoshlarimizni yaxshi kunlariga xizmat ko'rsatish, har bir mijozni ko'ngillarini shod qilmoqlik, o'z xizmatlari bilan shod qilmoqlik nasib qilsin. Xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin deymiz. Marhamat, tashrif buyurasizlar. Kelinglar. Barchalaringizni ushbu ichkariga, ya'ni ko'chilik sexlarini ichki tomonlariga taklif qilamiz. Birgalikda tanishib chiqib, endi ko'ngillaringizga ma'qul bo'lsa, zakaz sarmoyalari barobarasi kelaman.
kelinglar topshirmangizni taklif qilamiz. Birinchi kelgan odamimiz chiqsa qadami 2 ta lekin. Kirish bu chiqish bo'ldi. Yine hurmatli yurtdoshlar, Dildor akamiz o'zlarining ish faoliyatlaridan rasman boshlab oldilar. Ochilish marosimini rasman o'tkazdik. Xudo xohlasa bugun e'tibor xalqimizga xizmat ko'rsatadi Dildor aka. Va tabriklaymiz. Bardavom bo'lsin. Ko'p-ko'plarni ochib, ko'p-ko'p shogirdlarni chiqarib, endi xalqimizga batafsil bir aytib o'tsangiz, xalqimizga nechik xizmatlarni ko'rsatasiz, nechik xizmatlar giradi endi ish faoliyatingizga, shu haqida ma'lumotlar bersangiz. Assalomu alaykum vatandoshlar. Bizlar xalqimizga, yurtimizga konkursimizni, tikuvchilik ish faoliyatimizni ko'ylak ishtallar, kasting, buyruqlar, kasting ukalar tikib shu xalqimizni, elimizni ko'ngildan Zayoqlash uchun zayoqlash xudo xohlasa ishni. uchun Любой bir narsani tikib beraverasiz. elimizdan kelgancha xizmat etamiz. Elimizda Sog'lik, salomatlikda xizmat ko'rsatish nasib qilsin. Endi o'quv kurslaringiz ham bor axir. havo konkurslarimiz ham Necha o'quvchilar bir vaqtni o'zida dars o'tib bilasiz? Taxminan endi. Ba'zi kelgan shogirdni manimcha hech bir ustoz qaytarmaydi. Shundan beri manimcha miqdor bo'lsa kerak. Xudo xolasa shu namiz to'lashtirganmiz 20-25 o'quvchilar bir vaqtda o'zida dars o'tib. Allah sizlar dars o'tib qo'limizdan kelgancha Rahmat, salomat bo'ling. Alloh kuch-quvvat bersin deymiz. Endi Dildor aka, o'zi bu sohaga kirib kelishingizga kim sababchi bo'lgan? Qachondan boshlab ish boshlagansiz? Shu haqida yoshligimdan, qiziqimdan qiziqishim bo'lgan. Shu qiziqib shogirdchilikka turganman. Shogirdchilikka qo'yganlar shu tikuvchilikni boshlaganimizda Xudo xohlasa 10 yil bo'ldi. Elimizga, yurtimizga xizmat etib, ko'ngildan joy topib keltirganimizda ish faoliyatimizni boshlab, bundan keyin ham shu elimizga, yurtimizga qo'limizdan kelgancha shu xizmatdamiz. Qiziqish o'quv telelarimizni ochdik. Professional darajada o'qib kelib, malakalarimizni oshirib keldik. Qiziqishi bo'lgan qizlarimiz, ayollarimiz uchun kelib bemalol o'qib o'rganib, asos bazada o'rgatib, qo'limizdan kelgancha o'rgatib, ishlarga chiqaramiz. Alloh taolo kuch-quvvat bersin, ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Xudo xohlasa opa-singillarimizni taklif qilamiz. Endi biza o'g'il bola, erkakdan bo'lgandan keyin hammasi ham to'liq tushuna olmaymiz, lekin shu hunarni o'rganaman deb yurgan opa-singillarimiz bo'lsa, ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, ayollarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib o'rgansangizlar bo'ladi. Sertifikatlar ham bor ekan, ishonchli baza orqali hamma ish rejalari tayyor o'quvchilar o'rgatish uchun. Qachondir endi ko'pchilik endi shu ustozlar faqat shu ish tartibına doir o'rgatadi. Ko'pgina yerda o'zimiz ham guvoh bo'lamiz har xil sohalarda. Bu siznikida shunda asosiy bir ish reja asosida o'rgatiladi o'quv kursida. Monitoringda shu